Agar men sizga insoniyat cheksiz energiya manbaiga ega bo'lishi mumkin desam ishonasizmi? Keling, nisbiy tomonlama ko'rib chiqamiz. Qora tuynuklar. Ularning atrofidagi moddalar ulkan tezlikda aylanib, issiqlik va yorug'lik chiqaradi. Ba'zi qora tuynuklar yorug'lik tezligiga yaqin reaktiv oqim va halqalarni hosil qiladi. Meyser 87. Bu qora tuynukdan chiqayotgan halqa bizdan taxminan 5000 yorug'lik yili uzoqlikda. Hamda bu qora tuynuk radiusi taxminan 20 milliard kilometr yoki 130 astronomik birlik. Bu degani Quyosh va Yer o'rtasidagi masofani taxminan 130 baravari. Agar biz bu quvvatni boshqarishni o'rgansak, insoniyat tarixida eng katta energetik inqilob yuz beradi. Fizik Stephen Hawking shunday degan: qora tuynuklar nafaqat yutib ketmaydi, balki nurlanish ham hosil qiladi. Bu fanda Hawking nurlanishi deb ataladi. Nazariy jihatdan qora tuynuklar asta-sekin bog'lanishi ham mumkin. Agar insoniyat kelajakda bu jarayondan foydalanishni o'rgansa, qora tuynuk energiyasi bizning yangi quvvat manbayimiz bo'lishi mumkin. Olimlar qora tuynuk yaqinidagi energiyani yig'ish va undan foydalanish g'oyalarini o'rganmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Qora tuynuk energiyasi haqiqatga yaqinmi yoki shunchaki ilmiy fantastika? Fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.